Rasman, Eron oliy rahnamosi Xomanaiy halok bo'ldi. Uning o'rnini kim egallaydi? Xomanaining o'g'li, kuyovi va kelini ham o'ldirildi. Tramp ochiq ogohlantirdi. Eron javob qaytarsa, hech kim ko'rmagan kuch bilan zarba beriladi. Eron har qachongidan ham qattiqroq zarba berishini aytayotganini ta'kidlab, bunday qadam oqibatlari og'ir bo'lishi mumkinligini ogohlantirdi. Erondan qasos zarbasi. Forslar Isroil poytaxtini yakson qilmoqda. Qariyb 300 ta raketa va dron uchirdi. Eng og'ir zarbalardan biri Tel Avivdagi turar joy binosiga to'g'ri keldi. Hujumlar keskinlashdi. Eron arab davlatlarini yana o'qqa tutdi. Dubay, Doha va Manama shaharlarida tongda yana kuchli portlashlar eshitildi. Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti doimgidek video davomidan o'rin olgan. Iltimosimiz, mehnatimizni qadrlagan holatda videoga albatta like bosib qo'ying. Biz esa xabarlarning to'liq tafsilotini e'tiboringizga havola qilamiz. Sharqda boshlangan urush keskin va dahshatli tus oldi. Rasman 86 yoshli Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomanaiy Isroil zarbalari oqibatida vafot etdi va uning jasadi topildi. Bu haqda Eron davlat televideniyasi, shuningdek, Fars axborot agentligi ma'lum qildi. Ali Xomanaiy Isroilning Tehronga bergan zarbasi oqibatida o'ldirilgan. Isroilning yuqori martabali rasmiylari uning jasadi Isroil aviatsiyasi zarbasi oqibatida yuzaga kelgan vayronalar ostidan topilgani haqida ma'lumot bergan. Uning o'limi munosabati bilan masjidlarda qora bayroq ko'tarildi. Eronda 40 kunlik motam e'lon qilindi. Xabar qilinishicha, Xomanaiy jasadining suratlari bosh vazir Benyamin Netanyahuga ko'rsatilgan. Netanyahu ham televideniya orqali qilgan murojaatida Xomanaiy o'ldirilganiga doir dalillarni taqdim qilgan. Xomanaiy 1989-yildan beri Eronni boshqarib kelayotgan edi. Oliy rahbar sifatida u ushbu Islom Respublikasidagi hukumatning barcha tarmoqlari, harbiylar va sud tizimi ustidan mutlaq vakolatga ega edi. Deyarli 40 yil davomida Xomanaiy Fors ko'rfazi bo'yidagi sunniy musulmon davlatlari bilan raqobatlasha oladigan mintaqaviy kuchni barpo etdi va shu bilan birga atrofdagi mintaqani sarosimaga solgan yadro texnologiyalarini rivojlantirdi. Eronlik teleboshlovchi Xomanaining vafoti haqida e'lon qilayotganda efirda yig'lab yubordi. Rasmiy bayonotda buyuk Eron xalqi, oliy rahbar Xomanaiy halok bo'ldi deyiladi. Prezident ma'muriyati esa bu voqeani ulkan jinoyat deya atab, javob choralari muqarrarligini ta'kidladi. Ushbu jinoyat aslo javobsiz qolmaydi. Uni tashkil etgan va amalga oshirganlar pushaymon bo'ladi. Xomanaiy vafoti munosabati bilan mamlakat bo'ylab 40 kunlik umumxalq motami va 7 kunlik dam olish kunlari e'lon qilindi. Mashhad shahridagi Imom Rizo masjidi ustida qora motam bayrog'i ko'tarildi. Rasmiylar mamlakatda barqarorlik saqlanayotganini bildirmoqda, biroq xavfsizlik darajasi maksimal bosqichga chiqarilgan. Geosiyosiy vaziyat keskinlashmoqda. Donald Tramp avvalroq Eron rejimiga qarshi operatsiyalar davom etishini bildirgan edi. Tehron esa zarbalar javobsiz qolmasligini va'da qilmoqda. Mintaqada AQSh harbiy obyektlari joylashgan davlatlar ham yuqori shay holatga o'tkazilgan. Xomanaining o'g'li, kuyovi va kelini ham o'ldirildi. AQSh va Isroil tomonidan Eron poytaxti Tehronga uyushtirilgan raketa hujumlari oqibatida Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanaining o'g'li, kuyovi va kelini halok bo'ldi. Bu haqda Al-Hadaq xabar bermoqda. Nashrning yozishicha, ularning o'limini Tehron meriyasi vakili Meysam Muzaffar tasdiqlab, Islom Respublikasi rahbarining yaqinlari vafot etganini bildirgan. Zarba qurbonlari orasida nufuzli eronlik siyosatchining qizi Zahra Haddad Adel va uning turmush o'rtog'i Xomanaining o'g'li ham bor. Mahalliy hokimiyat ma'lumotlariga ko'ra, ularga qarshi hujum AQSh va Isroil tomonidan birgalikda tashkil etilgan keng ko'lamli operatsiyaning bir qismi bo'lgan. Endi asosiy savol: voris kim? Islom Respublikasida oliy rahbarni saylash vakolati 88 nafar yuqori martabali ulamolardan iborat ekspertlar kengashiga tegishli. 1979-yildan beri bu jarayon faqat bir marta Ruhulloh Xomanaiy vafotidan so'ng amalga oshirilgan va o'shanda Xomanaiy shoshilinch ravishda saylangan edi. Endi kengash tez orada yig'ilishi kutilmoqda, ammo davom etayotgan harbiy tahdid fonida ularning to'planishi xavfsizligi savol ostida. Ehtimoliy nomzodlar orasida Xomanaining 56 yoshli o'g'li Mushtabo Xomanaiy tilga olinmoqda. U sahna ortidagi ta'siri Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi va Basish ko'ngillilar otryadi bilan aloqalari bilan tanilgan.
Biroq hokimiyatning otadan o'g'ilga o'tishi inqilobiy Eron tamoyillariga zid ekani va Mushtaboning yuqori diniy maqomga ega emasligi uning nomzodini murakkablashtiradi. U 2019-yildan beri AQSh sanksiyalari ostida qariyb 40 yil davomida mamlakatni temir musht bilan boshqargan rahbarning o'limi Eron ichki siyosatida keskin burilish yasashi, tashqi siyosatda esa yangi va yanada xavfli bosqichni boshlab berishi mumkin. Tehronning keyingi qadamlari va ekspertlar kengashining qarori nafaqat Eron, balki butun Yaqin Sharq taqdiriga ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda. Eron Islom Respublikasining oliy rahbari Ali Xomeneyning vafoti ortidan mintaqada harbiy va siyosiy taranglik yanada kuchaydi. Tehron ko'chalarida minglab odamlar motam tutayotgan bir paytda Washington va Tehron o'rtasida keskin bayonotlar almashinuvi boshlandi. AQSh prezidenti Donald Trump Eronni javob zarbalaridan tiyilishga chaqirib, aks holda misli ko'rilmagan kuch qo'llanilishi haqida ogohlantirdi. AQSh prezidenti Donald Trump Eronni AQSh va Isroil hujumlariga javob qaytarmaslikka chaqirdi. U o'zining Truth Social tarmog'idagi sahifasida Eron har qachongidan ham qattiqroq zarba berishini aytayotganini ta'kidlab, bunday qadam oqibatlari og'ir bo'lishi mumkinligini ogohlantirdi. Agar ular bunday qilsa, biz ularga hech kim ko'rmagan kuch bilan zarba beramiz, deya yozdi Oq uy rahbari. Bu bayonot Eron Islom Respublikasining oliy rahbari Ali Xomeney vafot etgani haqidagi xabarlar fonida yangradi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi oliy rahbarining o'limi tasdiqlanganidan so'ng mamlakat qurolli kuchlari tarixidagi eng shiddatli hujum operatsiyasi boshlanganini ma'lum qildi. Rasmiy bayonotlarda operatsiyaning tafsilotlari ochiqlanmagan bo'lsa-da, keskinlik mintaqada yanada kuchayayotgani qayd etilmoqda. Eron Milliy xavfsizlik kengashi kotibi Ali Larijani o'z bayonotida dushmanlar Eronni rahbarlarini o'ldirish orqali beqarorlashtirishi mumkin deb o'ylayotganini, ammo bu xato ekanini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Eron qurolli kuchlari o'z imkoniyatlarining faqat bir qismini ishga solgan. Shuningdek, u Eron xalqi rahbariyatiga sodiqligini isbotlaganini bildirib, siz Eron xalqining qalbini kuydirdingiz, biz esa buning evaziga sizning qalbingizni kuydiramiz, deya keskin bayonot berdi. Larijani vaqtinchalik rahbariyat kengashi tuzilishini ham ma'lum qildi. Xomeneyning o'limi ortidan Eronning turli hududlarida ommaviy yig'inlar boshlandi. 1-mart kuni Tehron ko'chalarida 10 minglab odamlar to'planib, motam marosimlarida ishtirok etdi. Eron axborot agentliklari tomonidan tarqatilgan tasvirlarda poytaxtda katta olomon qayg'u izhor qilayotgani aks etgan. Dehtasht shahrida ayollar Oyatullohning suratlarini ko'tarib chiqqan bo'lsa, Mashhadda Imom Rizo masjidi oldida yig'ilayotgan erkaklar va bolalar tasvirlangan. Namoyishlarda ishtirok etgan ayrim fuqarolar qasos olish shiorlarini ilgari surgan. Shu tariqa bir tomondan AQSh tomonidan keskin ogohlantirishlar yangrayotgan bo'lsa, boshqa tomondan Eronda ichki safarbarlik va keskin kayfiyat kuchaymoqda. Mintaqadagi vaziyat tobora murakkablashib, xalqaro hamjamiyat diqqat markaziga aylangan. Isroil poytaxti Tel Aviv raketa zarbalari ostida qolmoqda. Tun qorong'usini yorib o'tgan portlashlar ortidan Eron keng ko'lamli qasos operatsiyasi boshlaganini e'lon qildi. Tehron, Isroil va mintaqadagi AQSh harbiy obyektlariga yuzlab raketa va dronlar yo'llaganini ma'lum qilib, bu harakatni ochiq tajovuzga javob deb atadi. Havo hujumi sirenalari tinmay yangramoqda. Aholi boshpanalariga tushirilmoqda, osmonni tutun va alangalar qoplamoqda. Yaqin Sharq mojarosi yangi va yanada xavfli bosqichga o'tdi. AQSh harbiylari dastlabki soatlarda Eron hududida yuzlab nishonlarga zarba bergani aytilmoqda. Isroil harbiy havo kuchlari esa ballistik raketa uchirish moslamalari va havo mudofaasi tizimlarini yo'q qilishga qaratilgan bir necha to'lqin hujumlarni amalga oshirganini ma'lum qildi. Tehron ustida tutun ko'tarildi, strategik obyektlar zararlangani haqida xabarlar tarqaldi. Eron tomoni esa buni ochiq urush deb atab, darhol javob berishni bildirdi. Oradan ko'p o'tmay javob zarbalari boshlandi. Eron Isroilga va mintaqadagi AQSh harbiy bazalari joylashgan davlatlarga qarata qariyb 300 ta raketa va dron uchirdi. Eng og'ir zarbalardan biri Tel Avivdagi turar joy binosiga to'g'ri keldi. Ramazon oyida nega vulkan mahsulotini iste'mol qilish kerak? Chunki organizm tozalanish mobaynida vulkan mahsuloti ta'sirlari boshqa oyga nisbatan kuchliroq va tezroq bo'ladi. Prostatadagi yallig'lanish, achishish, og'riq, peshobga tez-tez qatnash va jinsiy zaiflikni samarali davolaydi. Bizning nomimizdan qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmalarga ega bo'ling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul.
Kechasi kelib urilgan ballistik raketa ko'p qavatli uyga katta talafot yetkazdi. 40 yoshlardagi bir ayol og'ir ahvolda topilib, shifoxonaga olib ketilayotganida vafot etdi. Yana 27 kishi jarohat oldi. Ular orasida bolalar ham bor. Vayronalar ostidan 2 oylik chaqaloq va uning opasi qutqarib olindi. Zarba oqibatida atrofdagi avtomobillar yonib ketdi, ko'cha vayronaga aylandi. Portlashlar nafaqat Isroilda, balki Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn, Qatar, Kuvayt va Saudiya Arabistonida ham qayd etildi. Bu davlatlarda AQSh harbiy obyektlari joylashgan bo'lib, mintaqaviy xavfsizlik tizimi to'liq jangovar holatga o'tkazildi. Isroilda sirenalar tinmay yangradi, aholi boshpanalarga tushirildi, ta'lim muassasalari va ommaviy tadbirlar to'xtatildi. Ko'chalarda harbiy patrullar soni oshirildi. Eronning Tel Avivga qilgan hujumlaridan so'ng shahar aholisi hududni tark etishga harakat qilmoqda. Bu voqealar 2025-yildagi 12 kunlik urushdan ham keskinroq tus olmoqda. O'shanda ikki davlat o'rtasidagi raketa almashinuvlari o'nlab qurbonlarga sabab bo'lgan edi. Bu safargi zarbalar esa bevosita Eron rahbariyatining eng yuqori pog'onasiga qaratildi va butun siyosiy tizimni silkitib yubordi. Washington va Tel Aviv amaldorlari amaliyot mintaqada yangi tartib o'rnatishga qaratilganini bildirmoqda. Tehron esa buni suverenitetga qarshi ochiq tajovuz deya baholamoqda. Mintaqa keng ko'lamli urush yoqasida turibdi. Havo hududlari yopilmoqda, diplomatik aloqalar uzilmoqda, neft bozori keskin tebranmoqda. Dunyo nigohi hozir Yaqin Sharqqa qadalgan. Voqealar qanday rivojlanishi esa keyingi soatlar va kunlarda hal bo'ladi. Hujumlar keskinlashdi. Eronning zarbalari mintaqani larzaga soldi va arab davlatlari ham bu to'lqindan chetda qolmadi. Eron tomonidan yo'naltirilgan dron va raketa hujumlari natijasida Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Bahrayn, Kuvayt va Iordaniya hududlarida portlashlar, tutib olingan raketlar hamda zararlar qayd etildi. Ayniqsa strategik nuqtalar va harbiy bazalar nishonga olinib, xavfsizlik tizimlari ishga tushirildi. Vaziyat mintaqada jiddiy xavf va beqarorlikni kuchaytirmoqda. Dubay, Doha va Manama shaharlarida tongda yana kuchli portlashlar eshitildi. Bu hodisa Eron tomonidan AQSh va Isroil hujumlariga javoban amalga oshirilgan keng ko'lamli zarbalardan keyin yuz berdi. Guvohlar Dubay porti yaqinida, ayniqsa Jabel Ali hududida tutun ko'tarilayotganini tasvirga olgan. Shu bilan birga Bahrayn poytaxti Manama va Qatar poytaxti Dohada ham kuchli portlash ovozlari qayd etildi. Osmonda qora tutun ustunlari ko'rindi. Oldingi kunda Eron Abu Dhabi va Fors ko'rfazi bo'ylab harbiy hamda fuqarolik infratuzilmalarga zarba bergan. Birlashgan Arab Amirliklari hududiga 137 ta raketa va 209 ta dron uchirilgani aytilmoqda. Hujumlar natijasida The Palm va Burj Al Arab kabi mashhur mehmonxona hududlarida yong'in va tutun kuzatilgan. Abu Dhabi aeroportida kamida 1 kishi halok bo'lib, 7 kishi jarohat olgan. Dubay va Kuvayt aeroportlari ham nishonga olingan. Qatar hududiga 65 ta raketa va 12 ta dron uchirilgani. Ularning aksari tutib olingani, biroq 8 kishi jarohat olgani va ulardan birining ahvoli og'ir ekani ma'lum qilingan. Bahrayn poytaxti Manamada dron va raketa parchalari turar joy binolariga kelib urilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda yuqori qavatlardagi yong'in va tutun aks etgan videolar tarqalgan. Bahrayn hududida AQShning 5-floti joylashgan bazalar ham zarba ostida qolgan. Shuningdek, hujumlar Saudiya Arabistoni va Doha hududidagi Al-Udeyd mintaqadagi eng yirik AQSh harbiy bazasiga ham qaratilgani aytilmoqda. Vaziyat keskinlashib, Fors ko'rfazida keng ko'lamli xavfsizlik inqirozi xavfi ortmoqda. Bizda hozircha shular, voqealar va aynan bizning kanalda kuzatib boring. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni, muhim xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Biz yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.